Bevafo, vafodorim. Muallif Umida G'aybullayeva. 9-qism. Rashid Lobarning uyidan chiqdi va mashinasiga o'tirib ketdi. Endi nima qildim? Boshimga shular ham bormidi? Koshki edi hammasi ortga qaytib qolsa, Lobar bilan hech ham tanishmagan bo'lardim. Lekin birgina Lobar emas, ko'pgina qizlar bilan gaplashgan bo'lsam, hammasi bilan shunchaki vaqt o'tkazdim. Nega Sumayya bilan unday bo'lmadi? Balki men tanishgan qizlar hammasi yengiltak bo'lganligi uchundir. Sumayya esa unday emas. Uni qadriga yetishim kerak. Endi nima qilish haqida o'ylashim kerak. Agar Sumayya Lobar haqidagi gapni eshitsa, qiynalishi tayin. Men esa buni xohlamayman. Kechki payt Rashid yana uyga kech kelgandi. Qarasa, ota-onasi xonalariga kirib ketishibdi. Rashid o'zining xonasiga kirdi. Xonada Sumayya kitob o'qib o'tirgancha o'tirardi. Sumayya Rashidni ko'rib o'rnidan turdi va "Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi?" "Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Nima qilyapsan?" "Ha, o'zim shunchaki kitob o'qib o'tirgandim." "Ha, yaxshi. Bugungi kun qanday bo'ldi? Ish joying senga yoqdimi?" "Ha, albatta. Dadajonning ish joylari yaxshi ekan." "Ha, menga boshqa aytadigan gaping yo'qmi?" Sumayya biroz o'ylanib turgach, "Yo'q shekilli. Nega so'rayapsiz?" "O'zim shunchaki ertalab seni xafa qilib qo'ydimmi deyotgandim." "Ha, yo'q, xafa bo'lganim yo'q. O'zim gapirmasligim kerak edi." "Yo'q, unday emas. O'zim biroz asabiy holatda edim. Seni aybing yo'q." Rashid Sumayyaga jilmayib qo'ydi. "Seni sog'indim. Bugun kun bo'yi xayolimdan ketmading." "Rostdanmi?" Sumayyaning yuzlari qizardi. "Ha, rost albatta. Menga ishonmayapsanmi?" Rashid istehzoli jilmayib qo'ydi. "Ha-da, sizga ishonib bo'larmidi?" Sumayya qoshini chimirdi. "Ha, mayli, nima ham derdim." Rashid shunday deya yotog'iga yotib oldi. "Ha, aytgancha, to'g'ri aytding. Men hozir ham Lobarning yonidan kelyapman." Rashid atayin ham Sumayyani Lobar haqidagi fikrini bilish uchun ham aytayotgandi. Rashidning gaplaridan Sumayyaning ko'zlari kattarib ketgandi. "Nima? Yana gapingizni qaytaringchi. Men to'g'ri eshitdimmi? Lobar dedingizmi yo qulog'imga chalindimi?" "Yo'q, albatta. To'g'ri eshitding. Men shunday dedim." Rashid bamayli xotir gapirardi. Buni ko'rgan Sumayyaning battar jahli chiqqandi. Hali shunaqa deng. Demak, Lobarning yonidan kelyapsiz, shundaymi?" "Ha, bo'lmasam-chi? Unutilmas kun bo'ldi o'ziyam." Rashid Sumayyaga jilmayib qo'ydi. "Ha, mayli. Yaxshi qilibsiz. Yoniga borib. O'ziyam sog'inib ketgan bo'lsangiz kerak bir-biringizni. Ha, aytgancha, men ham bugun ishda bittasi bilan tanishdim. Rosa mehribon inson ekan. Menga ish o'rgatyapti. Birgalikda mazza qilib ishlayapmiz." Sumayya Rashidni jahlini chiqarish uchun ham atayin gapirayotgandi. "Ha, yo'g'e, tanishdim degin." Rashid Sumayyaga tikildi. "Ha, shunday, tanishdim." Sumayya bamayli xotir gapirardi. "Bo'ldi, ertadan ishga bormaysan." Nega ekan?" "Bormaysan dedimmi, bormaysan." O'zi bugun boshladim-ku." "Nega bormas ekanman? Qolaversa, ishlash menga yoqdi." "Yoqmay qolsin. Bormaysan." "Boraman." Sumayya dona-dona qilib gapirardi. Ko'ramiz hali. Men seni jo'natarmikinman." "Ha, ko'ramiz." Sumayya ham Rashiddan qolishmay gap talashardi. "Ha, sen kimga ishonyapsan? Oyimgami? Noto'g'ri o'ylabsan unda. Baribir meni aytganim bo'ladi." Rashid jiddiy gapirardi. "Yo'g'e, mayli. Tong otsin, hal bo'ladi." "Ha, albatta. Aytgan gapingga uyalib qolmasang bo'lgani. Hech hamda bu gapni o'zingizga ayting, xo'pmi?" Sumayya labini burdi. "Negadir bugun boshqachamisan? Nega? Qanaqa ekanman?"
Men bilan tinmay gap talashyapsan. Hech bitta gapdan qolging kelmaydi-ya. Ha, borgan sari sizga o'xshab boryapman-da. Qozonga yaqin yursang, qorasi yo'qadi degan gap bekorga emas ekanda. Iching gapga to'lib ketibdi-ku. Bugun men siz rosa zerikdingmi deyman-da. Rashid Sumayyaga qarab kula boshladi. Ha, juda sog'ingandim-da. Sizni ko'raman deb ko'zim uchib turgandi. Sumayya shunday deya ensasini qotirdi. Rashid esa Sumayyaning gaplaridan borgan sari kulgusi qistardi. Xo'p, bo'ldi, taslimman. Shunday desam bo'lmaydi shekilli. Sen bilan gap talashgandan foyda yo'q ekan. Shunday ekan, men uxladim. Qolganini ertaga hal qilamiz. Ha, albatta, hal qilamiz. Mayli, yaxshi dam oling. Sumayya Rashidga teskari qarab yotib olgandi. Rashid esa Sumayyaning ortidan quchib oldi. Sumayya qochishga urindi, lekin Rashid qo'yib yubormadi. Jim, bo'ldi, uxla. Ertasi kuni Sumayya har kungidek erta turib nonushta tayyorlagandi va nonushtadan so'ng xonasiga kiyinish uchun kirdi. Rashid esa yotog'ida uxlab yotardi. Sumayya sekingina ovoz chiqarmasdan kiyina boshladi. Lekin Rashid uyg'onib ketdi. "Hoy, qayerga ketyapsan?" "Ishga ketyapman." Sumayya kiyinishda davom etdi. "Kecha men senga nima degandim?" "Eslolmadim. Nima degandingiz? Asabimga tegma. Atayin qilyapsanmi?" "Yo'q, albatta. Bu meni qo'limda emas-ku. Oyijon ishlashimni xohlaydilar. Endi men bormasam xafa bo'ladilar." "Qara-ya, shunaqa ekanmi?" "Ha, shunaqa." "Unda men ham boraman." Rashid o'rnidan turdi. "Qayerga?" Sumayya hayron bo'ldi. "Qayerga bo'lardi? Ishga-da." "Ha, lekin siz nima qilasiz u yerda?" "Nima ham qilardim? Ishlayman albatta." "Yo'q-e, rostdanmi? Buni dadajon eshitsa xursand bo'ladilar." Sumayya Rashidga jilmayib qo'ydi. "Ha, balki." Rashid va Sumayya kiyinib tashqariga chiqishdi va ota-onasining yoniga borishdi. Dadasi endigina ishga ketmoqchi bo'lib turgan ekan. "Assalomu alaykum, oyi dada." "Va alaykum assalom. Ko'z tegmasin bolam. Bugun ham erta turibsanmi?" "Ha, chunki ishga bormoqchiman." "Ishga?" Rashidning dadasi hayron bo'lib so'rardi. "Ha, ishga. Yo ishlashimni xohlamaysizmi?" "Yo'q-e, bu nima deganing? Aksincha, xursand bo'laman." "To'g'ri o'ylabsan o'g'lim. Dadangni ham endi dam oladigan vaqti keldi. Endi qo'lidan ishini olsang ham bo'ladi." Dilfuz opa xursand bo'lib gapirardi. "Mayli, unda biz ketdik." Rashid shunday deya Sumayyaga ishora qildi va ikkisi mashinaga o'tirib ketishdi. Ortidan Rashidning ota-onasi xursand holda termulgancha qolishdi. "Ishqilib, hammasi yaxshilikka bo'lsin. O'g'limizga insof kirgani rost bo'lsin." "Ha, albatta dadasi, shunday bo'lsin. Kelinimiz Sumayyani qadami qutlug' keldi. O'g'limiz yaxshi tomonga o'zgaribdi. Lekin kelin tanlashda adashmabmiz." Rashid va Sumayya ishxonaga yetib borishgach, Rashid hayron bo'ldi. Sababi shu kungacha dadasining ishxonasiga biror marotaba kelmagandi. Dadasining xodimlari ham Rashidni ko'rib hayron bo'lishgandi. Dadasining ish boshqaruvchisi Rashidni ko'rib so'rashdi. "Iye, Rashidjon, keling. Qaysi shamol uchirdi sizni?" "Assalomu alaykum." "Ha, o'ylab qarasam, dadam ham charchabdilar. Shunga ishlarini o'zim qo'lga olay deyotgandim." "Barakalla, to'g'ri o'ylabsiz. Dadangiz ham anchagina charchagandilar." "Ha, shunday." Ish boshqaruvchi shunday deya ketdi. Rashid esa Sumayyaga qarab jilmaydi. "Nega bu yerga oldinroq kelmagan ekanman? Negadir menga bu yer juda ham yoqyapti." "Ha, hech qisi yo'q. Mana keldingiz. Endi birgalikda ish o'rganamizmi?" Sumayya ham Rashidga qarab jilmaydi. "Albatta, sen yonimda ekansan, har narsaga tayyorman. Yaxshiyam sen borsan. Sen bo'lmaganingda bu yerga hech kelmagan bo'lardim." Rashid shunday deya Sumayyani yuzini silab qo'ydi. Rashid kechadan beri Lobarning telefoniga javob bermasdi. Lobarning esa bundan jahli chiqayotgandi. "Hali qarab tur, meni bilmas ekansan."
Lobar shunday deya bir yigitga telefon qildi. Alo, ha, nima deysiz? Rejamiz negadir o'xshamayapti. Nega o'xshamaskan? Axir aytganding-ku, u meni sevadi deb. Nima bo'ldi? Endi xotinini sevib qolganmish, lekin homilador ekanligimga ishondi. Ha, unda homiladormasligingni bilib qolmasidan undan pul undirishga harakat qilishing kerak. Keyin ikkalamiz birgalikda mazza qilib yashaymiz. Ha, siz har safar shunaqa deysiz. Bu oxirgisi deb yana boshqasini topib berasiz menga. Buni hammasi ikkalamiz uchun-ku, yaxshi yashashimiz uchun. Axir bilasan-ku, seni yaxshi ko'raman. Xo'p, mayli, ishondim sizga. Lekin nima qilay? U umuman o'zgargan. Uni ko'ziga xotinchasidan boshqa hech kim ko'rinmay qolgan. Shu ham ish bo'libdimi senga? Bor, makringni ishga sol. Endi shuni ham men o'rgatishim kerakmi? Yigitning jahli chiqa boshlagandi. Xo'p, sizni tushundim. Aytganingizdek qilaman. Lobar shunday deya go'shakni qo'ydi va Rashiddan pul undirish uchun reja tuza boshladi. Oradan bir hafta vaqt o'tdi. Lobar Rashid telefonini ko'tarmaganligi uchun darhol SMS yozdi. Hoziroq yonimga keling, bo'lmasa Sumayyaga homilador ekanligimni aytaman. Rashid Lobardan kelgan xabarni o'qigach nima qilishini bilmay qoldi va Sumayyaning yoniga bordi. Sumayya o'zining xonasida ishlab o'tirardi. Sumayya, meni bir ishim chiqib qolgandi. Birozda qaytaman, xo'pmi? Ha, mayli, tinchlikmi? Ha, tinchlik, tezda qaytaman. Xo'p, mayli, yaxshi borib keling. Xo'p. Rashid shunday deya ishdan chiqdi va mashinasiga o'tirib Lobarning uyiga ketdi. Rashid yo'lda ketarkan Lobarga telefon qildi. Alo? Hozir yoningga boryapman. Hammasini gaplashib olamiz. Xo'p, kutaman jonim. Lobar shunday deya go'shakni qo'ydi va rejasi o'xshayotganidan xursand bo'lib Sumayyaga telefon qildi. Sumayya telefoniga begona raqamdan qo'ng'iroq bo'layotganiga hayron bo'ldi va ko'tardi. Alo? Kim bu? Uzr, tanimadim. Men Lobarman. Lobar? Sumayyaning yuragi shuv etdi. Ha, Lobar, eringni birinchi sevgilisiman. Tushunmadim. Menga nega telefon qilyapsiz? Nega deb o'ylaysan? Bilmaganim uchun ham so'rayapman. Menga gapingiz bo'lmasa xayr. Sumayya endigina telefonni o'chirayotganida Lobar to'xtatib qoldi. Hoy, shoshma. Senga bir gapim bor edi. Bo'ldi endi. Rashid akamni tinch qo'y. Bechora meni sevadi. Lekin sen tufayli men bilan birga bo'la olmayapti. Qachongacha bizni baxtimizga qarshi chiqasan? Nimalar deyapsiz? Tushunmadim. Nimasini tushunmaysan? Rashid akam seni yomon ko'radi. Shunchaki ota-onasini xafa qilmaslik uchun ham sen bilan yashayapti. Nega gaplaringizga ishonishim kerak? O'zim ham shunday deyishingni bilgandim. Seningcha hozir Rashid akam qayerda? Ishonmayotgan bo'lsang kel, o'z ko'zlaring bilan ko'rasan. Senga hozir manzilni tashlab qo'yaman. Sumayya Lobarning gaplarini eshitarkan ichi muzlab ketdi va ko'zlaridan yosh tomchiladi. Lobar go'shakni qo'ydi va Sumayyaga manzilni jo'natib qo'ydi va o'zi sochlarini yoyib tungi ko'ylagini kiyib oldi. Bu orada Rashid ham Lobarning yoniga yetay deb qolgandi. Sumayya Lobar bilan gaplashib bo'lgandan so'ng nima qilishini ham tushunmay qoldi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Rashid akam meni sevadi. U aldayapti. Lekin hozir u qayerda? Sumayyaning ko'ngliga shubha oraladi va Lobar tashlagan manzilga borishga qaror qildi. Rashid Lobarnikiga yetib keldi va eshikni taqillatdi. Lobar eshikni ochdi. Rashid Lobarni kiyib olgan kiyimini ko'rib hayron bo'ldi. Xo'sh, meni nega chaqirding? Rashid jiddiy ohangda gapirardi. Sizga aytadigan muhim gapim bor edi. Xo'sh, eshitaman. Ichkariga kiring. Yo'q, shu yerda gapiraver. Bu yerda gapira olmayman. Buni bafurcha bemalol aytadigan gapda. Gapimni eshitsangiz bo'ldi, keyin ketaverasiz. Lobar iltijoli tikildi. Mayli, lekin shoshib turibman. Xo'p. Lobar xursand bo'lib ketdi. Rashid ichkariga kirdi. Bu orada Sumayya Lobar tashlagan manzilga taksida kelardi. Rashid divanga o'tirdi. Lobar eshikni atayin ham ochiq qoldirdi.
borib Rashidning yoniga o'tirib oldi. Rashidning ko'zi 2 kishilik bezatilgan stolga ko'zi tushdi. Bu nima? Bir romantika qilay degandim-da. Endi hojat yo'q. Xo'sh gapir. Nima gaping bor menda? Shu desangiz, Lobar Rashidni ushlab turish uchun biroz gapini cho'za boshladi. Bir muddatdan so'ng Lobar o'zini mazasi yo'qdek tuta boshladi va o'zini Rashidning bag'riga otdi. "Xo'y, nima qilyapsan? Sizni sog'indim." Lobar Rashidni bo'ynidan qattiq quchoqlab olgandi. Bu orada Sumayya Lobarnikiga yetib keldi va uyga kirarkan ichida bir qo'rquv bor edi. Ishqilib hammasi yolg'on bo'lsin-da, men Rashid akamga ishonaman. Ular menga xiyonat qilmaydilar. Agar shunday bo'lsa, hech qachon kechirmayman. Sumayya endigina Lobarni eshigini taqillatmoqchi edi, lekin eshik ochiqligini ko'rib, sekingina ichkariga kirdi. Sumayya ichkariga kirarkan, Rashid va Lobarni quchoqlashib turganini ko'rdi va hayratdan qotib qoldi. "Siz?" Sumayya shundan boshqa hech narsa demayotgandi. Sumayya kelganini ko'rgan Rashid nima qilishini bilmay qoldi va darhol Lobarni o'zidan itardi. "Sen bu yerda nima qilyapsan?" Sumayyaning ko'zlaridan esa yosh to'xtamasdi. Lobar esa rejasi ish berganidan Sumayyaga mamnun qiyofada qarab turardi. "Demak, hammasi yolg'on. Men sizga ishongandim. Lekin siz nima qildingiz? Bu sen o'ylagan narsa emas." Rashid Sumayyaga tushuntirishga harakat qilardi. "Unda nima?" Sumayya alamidan baqirib yuborgandi. "Hozir senga hammasini tushuntirib beraman. Endi kech. Hech qachon ko'zimga ko'rinmang." Sumayya shunday deya darhol eshikdan chiqib ketdi. "Bu sening ishingmi?" Rashid Lobarga baqirdi. "Nimalar deyapsiz? Men hech narsa qilmadim. Agar bu ishda sening qo'ling bo'lsa, mendan yaxshilik kutma." Rashid shunday deya Lobarga jahl qilgancha Sumayyaning ortidan ketdi. Qo'lingdan nima ham kelardi?" Lobar jahl bilan gapirgancha qolib ketdi. Rashid Sumayyaning ortidan ko'chaga chiqdi, lekin Sumayya hech qayerda yo'q edi. "Qayerga ketib qolding, Sumayya?" Rashid shunday deya boshini changallab qoldi va Sumayyaga telefon qila boshladi. Lekin Sumayyaning telefoni o'chiq. Rashid darhol mashinasiga o'tirdi va Sumayyani qayerdan izlashni bilmay uyga tomon yo'l oldi. Rashid yo'lda ketarkan yana Sumayyaga telefon qildi. Hali ham Sumayyaning telefoni o'chiq chiqardi. "Jin ursin, hammasi rasvo bo'ldi. Sumayya, seni endi topdim degandimda, meni tashlab ketma, iltimos." Rashid shunday deya mashinasini bor tezligi bilan hayday boshladi. Rashid uyiga yetib bordi, lekin uyda Sumayya yo'qligini sezgach, yuragi g'ash tortdi va nima qilishini bilmay ishxonasiga telefon qildi. U yerda ham yo'qligini eshitgach, Sumayyadan qattiq xavotirlana boshladi. "Sumayya, qayerdasan? Meni qiynama." Rashid shunday deya mashinasiga o'tirdi va Sumayyani qayerdan izlashni bilmay xayoliga ming xil xayollar kelardi. Oradan 2 soat ham o'tdiki, Sumayyadan xabar yo'q edi. Rashid esa butun shahardan Sumayyani izlardi, lekin topolmasdi. Endigina Sumayyaning ota-onasining uyiga bormoqchi bo'lib turganida Rashidning telefoni jiringladi. Qarasa Sumayyadan qo'ng'iroq bo'layotgan ekan. Rashid xursand bo'lib telefonni ko'tardi. "Alo, Sumayya, qayerdasan?" "Salom. Siz telefon egasini taniysizmi?" "Tushunmadim, kim bu?" Rashidning yuragi g'ash tortgandi. "Hozir shahar shifoxonasiga yetib kela olasizmi?" "Ha, albatta. Tinchlikmi? Sumayyaga nimadir bo'ldimi?" Rashidning yuragidan nimadir uzilgandek bo'ldi. Rashid savoliga javob olmaganidan jahli chiqdi va "Nega indamaysiz?" deya telefondagi odamga baqirdi. "Yaxshisi keling, o'zingiz ko'rasiz." Boyagi odam shunday deya go'shakni qo'ydi. Rashid esa mashinasini bor tezligi bilan haydab aytilgan shifoxonaga yo'l oldi. Rashid yo'lda ketarkan ko'zlaridan yosh tomchiladi. "Sumayya, iltimos, meni tashlab ketma. Ishqilib senga hech narsa bo'lmagan bo'lsin." Rashid shunday xayollar bilan shifoxonaga yetib bordi va darhol u yerga kirib Sumayyani qidira boshladi. "Xo'y, shoshmang, qayerga?"
Rashid hech kimning gapiga quloq solmas, fikru xayoli Sumayyani sog'-salomat ko'rish edi. Va nihoyat Rashid boyagi telefonda gaplashgan shifokor bilan ko'rishdi. Siz bilan telefonda gaplashganmidik? Ha, Sumayya qayerda? Uni tezroq ko'rishim kerak. Tinchlaning. Hozir men sizga hammasini tushuntiraman. Faqat o'zingizni qo'lga olishingiz kerak. Men Sumayyani ko'rmagunimcha tinchlana olmayman. Qani u? Rashid hech kimning gapiga kirmasdan butun shifoxonani boshiga ko'targandi. U endi yo'q. Boyagi shifokor va nihoyat haqiqatni aytgandi. Nimalar deyapsiz? Nega yo'q bo'larkan? Axir u bilan boyagini ko'rishdik-ku. Hammasi yaxshi edi. Rashid shifokorning gaplarini inkor qilardi, lekin ichidan nimadir uzilgandek bo'lib, yashashdan maqsadi qolmagan insondek his qilardi o'zini.